O'rtoq, harakat qilmasak bo'lmaydi. Bu yoq ozgina qolibdi. Nimaga og'iz ochishgami? 8-martga. Bugun Arka Mebel markazidan bayramda ayol qizlarimizni xursand qiladigan sovg'a variantlarini ko'rib chiqamiz. Birinchi variantimiz. Yoshi katta onaxonlarimiz duo qilib ishlatishlari uchun mebel markazimizdagi iRest brendidan ko'p funksiyali massaj kreslolar. Ikkinchi variantimiz. Uyim joyim deydigan ayollarimiz uchun Cozy House brendidan uy uchun dekor ashyolari, ko'zni qamashtiradigan chinni idishlar va oshxona buyumlari, har xil assortimentdagi choyshablar va bir-biridan chiroyli dasturxonlar. Uchinchi variantimiz. Ibodatdagi opa-singillarimiz uchun Al-Fajr brendidan yagona nusxadagi haqiqiy ot va buqa terisidan ishlangan joynamozlar va dekor gilamlar. To'rtinchi variantimiz. Mebel markazimizdagi uy uchun ming xildan ko'p sifatli mebel assortimentlari. Bayramda ayollarimizga eng yaxshi sovg'a, albatta bu uyni ko'rkamlashtirib turadigan mebellardir. Akalar, barchalarni bayramgacha Arka Mebel markazida kutib qolamiz.